Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Siz Sho'rchi savdo kanalidasiz. Siz bilan Nodirshoh. Bugun bitta masalada sizlar bilan suhbatlashmoqchiman. Ya'ni internetlarda hozir ommalashayotgan masajniklar chiqib qolgan. Internetlarda 99 ming, 100 ming so'm atrofida masajniklar chiqib qolgan. Ba'zi odamlar shunga aldanib hozir cho'chib qolishmoqda. Ishlamaydigan braklarni xarid qilib cho'chib qolishmoqda. Hozir o'shaning qanday ajratishni, farqini o'rgataman. Bu bizdagi masajnik. Narxi 260 ming so'm. Xuddi shunaqa korobkada, xuddi shunaqa ko'rinishda buning kopiyasi ham bor. Hozir internetda juda ham mashhur bo'lib sotilyapti. 99 ming, 110 ming atrofida mana shu xuddi shunaqa sotilyapti. Ba'zilar mana shuni aldanib qolishyapti. Ya'ni 260 ming so'mlik bilan 99 minglik bir xil deb o'ylashyapti. O'zimga ham kelib qoladi. Hozir bir kishi hozir mana shu aldanib qolganlardan bir kishi hozir shu masajnikni olib keldi. Hozir farqini, ishlamayotganligini ko'rsataman. Hop, birinchi o'rinda buni ochib ko'ramiz. Bu biz sotayotgan masajnik originali. Bu bizning masajnikimiz. Bu originali. 260 ming so'mlik. Mana nasatkalari bor o'zining ichida. Mana sensor bor, bosib turganda yonadi. 1, 2, 3, 4, 5 skoroskka o'tadi. Bu biz sotayotgan original nasatkali masajnik. Xuddi shuni kopiyasi ham bor. Hozir 99 ming so'mga olib kelganlar. Mana shuni hozir bir kishi olib keldi, ishlamayapti deb olib keldi. Batareykasi tez tashlab ketyapti, o'lib qolyapti deb olib keldi. Ham masajnik ishlamayapti ekan. Ozgina ishlamay tez o'lib qolyapti batareykasi deydi. Hozir olib keldi. Mana ko'rinishini qarang. Knopkali. Bosib tursiz, mana aylanishini qarang. Bo'ldi, ishlamayapti. O'chdi bu. Ko'rganingizdek mana. Bo'ldi. Yarim sekund ishlab o'chib qoladi hozir mana. O'chib qoldi. Mana shunaqa. Hozir mana ishonmasangiz mana. Ishlatib ko'raman, yo'q, ishlamayapti. Shunaqa internetda sotilayotgan braklarga mana aldanib qolmang. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi brak masajniklar. Internetlarda sotilayotgan braklari mana shunaqa bo'ladi. Hozir bizda original masajnikimizni ko'rsataman sizlarga jarayonni. Bu brakni ko'rdingiz, farqlab oling. Bunda hech qanaqa sensorlar yo'q va monitorlari yo'q. Necha bosqichda ko'rsatayotganligini. Xo'p, bu esa bizning original masajnikimiz. Mana yerda yozuvsi bor, o'zining firmasining yozuvi bor, original. Sensori bor. Bosib turamiz, mana ishlash jarayoni. Ko'taramiz. Xohlagan vaqt ishlaydi. Mana 4-bosqich 6 ta skoroskda ishlaydi. Mana. Masajnikda ishlash jarayoni. Bu o'lib qolmaydi. Zaryadlari ham zo'r. Yana birga tushirib ishlatsangiz bo'ladi. Original mana shunaqa bo'ladi ko'rinishi. Xo'p, kanalimiz a'zolari, original va kopiyani ajratishni o'rganib oldingiz deb o'ylayman. Mana ko'rinishi bu originali, bu esa kopiyasi. Hozir internetlarda arzoniga sotilayotgan kopiyasi mana shu bo'ladi. Mana bu versiya bo'ladi, bu esa bizdagi. Mana ko'rinishi, bu yoqdagi ko'rinishi. Mana. Originalni anglab oling. Mana bu original, bu kopiyasi. Ko'rib turganingizdek, original va kopiyani ajratishni o'rgatdim. Ya'ni bir xil ko'rinishdagi narsa bo'lishligiga qaramay, ko'rinishi, tuzilishi, korobkasi bir xil bo'lishiga qaramay, buning ichida sifatli yoki sifatsiz mahsulot bo'lishi mumkin. Shuning uchun arzon mahsulot bir xil ekan degan maqsadda oddiylarni aldanib qolmang, oddiy mahsulotni xarid qilib aldanib qolmang, pulingizga kuyib qolmang. Shu sababli hozir ko'rsatib o'tmoqchi bo'ldim. Bu bragi, ya'ni internet magazinlardan kelgan, sotib olingan mahsulot bragi. Hozir yaxshi ishlamayotgan, tez zaryadi o'lib qolyapti. Shu olib kelindi hozir bizga mana shu mahsulot. Bizda buni originali ham bor edi. Shuni hozir ikkalasini solishtirib ko'rsatyapman. Albatta kanalimiz a'zolari uchun, manfaatli bo'lishligi uchun. Hozircha xayr salomat bo'ling.